Mening ismim Bekzod. Shaharda, uncha katta bo'lmagan uyda yashayman. Uyimning yonida uzoqni yaqin qiladigan qisqa yo'l ham bor. Qizg'i u yo'ldan deyarli hech kim o'tmasdi. Bir kuni do'stim Sarvarnikiga bordim. Odatdagidek video o'yinlar o'ynadik. Kech bo'lib qopti. Soatga qarasam 10 bo'lgan ekan. Birozdan oyim qo'ng'iroq qilib, darg'azab holda tezda qaytishimni aytdi. Narsalarimni yig'ib chiqib ketdim. 2 daqiqacha yo'l yurdim. Haliga qisqa yo'l chiqdi. Shu yo'ldan yurishga qaror qildim. Chunki tun juda qorong'u edi va men biroz qo'rquvda edim. Ammo telefonim fonarini yoqdim-da, shoshilib ketaverdim. Yo'l bir tekis edi. Ikki taraf esa daraxtlar. Shu payt qo'rquvdan o'lay dedim. Telefonimning quvvati tugab qoldi. Shunday dedim-da, yo'limni davom etdim. Qo'rquvdan tez yura boshladim. Shu payt qandaydir bir qadam ovozlari eshitila boshladi. Oldimda qora, deyarli ko'rinmas obyektni ko'rdim. Yo'lda barcha lampa singan edi, bittasidan tashqari. U ham o'chib yonib turgandi. U menga yaqinlashib kelayotgandi. Lampa yoniga kelganda uni yuzini ko'rdim. Yuzlari chandiq, tomog'idan kesilgan va yaralardan qon oqayotgandi. Yordam kerakmi deb so'radim. Jimgina qo'lini boshiga qo'ydi-da ko'tara boshladi. Boshi tanasidan bo'linayotgandi, aniq ko'rdim. So'ng shunchaki bir qo'lda boshini ushlagancha to'g'ri yuzimga qarab turardi. Qo'rquvdan qotib qolgandim. U birdaniga kulib baqirib yubordi. Orqaga yura boshladim. U katta qadamlardan menga yaqinlasha boshladi. Pirpirab yonayotgan lampani ko'rdim va keyin nima bo'lgani esimda yo'q. O'zimga kelganda shifoxonada ekanman. Ko'chadan o'tayotgan bir yigit hushsiz holimda ko'rib qolgan ekan. Yonimda oyim xavotirlangan holda o'tirgan ekan. Bo'lgan barcha voqeani aytib berdim. Oyim hayron qoldi va bir necha yil oldin bir odamni jinoyatchilar o'ldirib boshini kesib olgan. O'shandan beri politsiya na boshni, na jinoyatchilarni topgan va ko'p odamlar men ko'rgan hodisani boshidan o'tkazgan. Shuning uchun ko'p odamlar hozirgacha u yo'ldan yurmaydi. Qachonki uyga qaytganimda uzoq bo'lsa ham boshqa yo'ldan yuraman. Shu yo'lni ko'rsam qo'rqinchli voqeam esimga tushadi.